Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sochim uchun olib qo'ygin. Ha, bo'ldi. Hozir ana kiyosini Komil akam kiyotdilar. Qaysi Komil? Hofiz Komil akam bor-ku. Hofiz. Ha. Mayli, u kelincha olib qo'y, markanazgina. To'yim bor dedilar-da, o'shanga zararli klient olmay turdilar-da, hozir kiyotdilar. Voy, bo'pti, bo'lmasa kelib qolar unda hozir. Ha, o'tirib turing hozir. Hech. Oka, siz ham hofiz bo'lgansiz-a? Hofiz bo'lganman-da, men hozir ham hofizman, faqat to'ylarim kamayib ketgan. Bitta savolim bor deb, jivoy aytganman-a. Fanagan bilan nima farqi bor, oka? Jivoy aytgan o'zini ovoziga ishonib aytadi. Mana masalan, men jivoy aytaman. Masalan, Komil do'stdan, ana u fonogramma, chunki jivoy ayta olmaydi ular. Magnitofonni qo'yib qo'yib, ovozini qimlatib, shunaqa to'yni o'tkazib yuradi. Yo'q-e. Ha. To'g'ri bo'ladi, ukam. Mahmudjon kuttirib qo'ymadimi? Kerak. Savol berasiz. Assalomu alaykum. Qalay Quloq aka? Komil aka fanagan aytasizmi, oka? Kim aytdi? Ana, okam shuni aytdilar. Endi men ham hofiz bo'ladim. Fonogrammadan jivoy qanaqa bo'ladi farqi dedi. Men misol uchun men jivoy aytaman, jonli. U fonogramma aytadi, shuni tushuntirdim-da hozir. Men ham jivoy aytaman. Kim aytdi fonogramma aytadi deb? Hop, mana uni qarab tur. Mashina aytib berchi. Ani? Yuraklaring etgan nechun noladan xafa bo'ldingmi yo men sho'x boladan o'zing go'zalimsan go'zal loladan xafa bo'ldingmi yo men sho'x boladan shuni aytib berchi. Ani shuni o'zimi? Ashula berchi. Bo'lib hozir. Yuraklaring nechun noladan xafa bo'lma men sho'x boladan o'zing yuragimni noladan. Bo'ldi. Farqiga bordingmi endi? Ana endi kim yaxshi aytadi? Shundan farqiga borgan aytchi. Komil akam so'raydilar bari. Yaxshi o'ylari ham. Ko'rdingmi aka? Hozir xalq ham shunaqa bo'lib qoladi. Odamni kiyimiga qarab baho beradigan bo'lib ketdilar. Galstugi bo'lsa, bo'pti, sochini oldirib, men boshqa oldira qolaman. Yo'q. Bemalol. Oka, xafa bo'lib qoldilar. Lekin sizga qo'l qo'ygan, zo'r aytasiz lekin. Sizga olib borasiz lekin, oka, qo'ya qoldim. Jivoy yetarmi shular. San'atni S harfini tushunmaydilar. Sizni kiyimingiz ham, imingiz ham o'zingizga yarashib turadi-da, o'zingiz qayerda yurasiz. Yaxshi mashinada yurasiz. Ular ham jilib yuradi. O'zlarining ovozlari bilan meni ovozimni qaragin. Qanaqa? Ovoz ham shunga yarashadi, oka? Omma demang yalli. Bilaman-da. Demang yalli.